Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Türkiye İçki İşlər Ministeri Sulayman Soylu Xitay heyətini qəbul qılğan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Türkiye hökumətiga tələblərini o'tirg'a qoydu. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti Amerika Aqsarayının aldida namoyish o'tkazdi. Cemaat erbabı Sayfullah Abduqadir Efendi dunyodagi davlatlarga, jumladan Türkiye hökumətiga chaqiriq qildi. Xitay tajovuzchilari bir Uyg'ur doktorini o'ldirgan. İslam Həmkarlıq Təşkilatının 200-lümçilik mahiyeti yer şəhərinin tinchliqi və xotirjamligi üçün intayin xatarlik. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye Ulusal Xəbər Toru'nun 3 noyabr günüdəki xəbərə qaraganda, Türkiye İçki İşlər Ministeri Sulayman Soylu Xitay Xalq Cumhuriyeti Cemaat Xavfsizlik Ministerligining muavin ministri Du Hangwei və onun bilan birlikdə kelgan Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Cemaat Xavfsizligi bölümünün müdir yardımcısı Pan Shi, Cemaat Xavfsizlik Ministerligining terrorlikqa qarshi turish bölümünün muavin müdiri Gao Fei, Xitayning Anqarada turishliq bosh elchisi Liu Xiaobin qatorliqlarni o'z ichiga olgan vakillar umikini ishxonasida qabul qilgan. Turkiya muavin ichki ishlar ministri Ismail Çataklı, bexatarlik müdir yardımchilaridan Ahmad Shandun va Rusul Fololu, Köçmenlerini Başquruş Başqarmasının Qaydasız Köçmenler ve Çigiradan qoğlab chiqarish ishlari bosh müdiri Ramazan seçilmiş. Avrupa İttifaqı ve Tashqi Münasebetler bölümünün başlığı Sezer Işıqtaş qatorliqlarmi kutib olishga qatnashgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Twitter hesabida bu kutib olishga qarata biz Anqarani Uyğur ve başqa Şərq Türkistanlıqlarning bexatarligi, esenligi, shundaqla taraqqiyotiga buzg'unchilik qiladigan yoki xatar yetkazadigan har qanday faoliyat bilan shug'ullanishdan saqlanishga chaqiramiz. Türkiye'den Şərq Türkistanlıqlarni, cümleden Uyg'urlarni qurban qilmaslikqa chaqiriq qilamiz dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendimon Twitter hesabından bununla inkos qaytarib, Türkiye'nin Tashqi ishlar ministri Sulayman Soylu, Xitoy Xalq Cumhuriyeti Cemaat Xavfsizlik Ministerligining muavin ministri, Cemaat Xavfsizlik Ministerligining terrorlikqa qarshi turish bölümünün muavin müdiridan tashkillangan Xitoy vakillar umikini qabul qildi. Bu görüşüş Uyg'urlar ve başqa Şərq Türkistanlıqlar uchun yaxshi natija olib kelmaydi. Biz Anqaraning Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarish, Şərq Türkistan hareketlerini bastırıp qo'yishidan ansiraymiz. Biz Türkiye hükümetini Türk qandaşlarını Xitoydan aladigan pul ve başqa payda bedeliga satmaslikqa chaqiramiz dedi. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xitoyning Şərq Türkistan'da yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi Amerika Aqsarayining oldida namoyish o'tkazdi. Türkiye'de çıkıdığan Yeni Şafaq gezisining 3 noyabr günüdeki xabarida Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkilotining a'zolari Amerika Aqsarayining oldiga yig'ilib, Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq Turkiya xalqlariga yurgizayotgan zulmiga qarshi turish uchun namoyish o'tkazib, xalqaro jamiyatni Xitoyning vahshiyligini to'xtatishga chaqirdi deyildi. Amerikada yashaydigan Uyg'ur jamoat erbobi Sayfullah Abduqadir Efendi xalqaro jamiyatga bo'lib Turkiya hukumatiga bo'lgan talabini o'tirg'a qo'ydi. Adım Sayfullah Abduqadir, Doğu Türkistanlıyım. Burada protesto yapıyoruz. Amerika'nın ve başka bütün dünyadaki ülkelerinin Çin'in Doğu Türkistan'da uygulayotgan soykırımlarına karşı emeli bir hareket yapmasını, Ukrayna'ya nasıl yardım yapmış olsa bizge de onda öyle yardım yapmasını istiyoruz. Türkiye'den de Amerika, Kanada, Avrupa'daki 12 devlet soykırımını tanıdı. Türkiye'nin Çin'in Doğu Türkistan'da uygulayotgan soykırımını tanımasını, Doğu Türkistan'ı işgal altındaki bir devlet olarak tanımasını istiyoruz. Xitoy tajovuzchilari terrorchi deb qaralgan bir Uyg'urni davolaganlik uchun 8 yil turma jazosi berilib, salomatlik ahvoli nacharlashib ketgandan keyin bultur turmadan qo'yib o'tilgan bir Uyg'ur vafot bo'lgan. Akit gezisining 4 noyabrdagi xabariga qaraganda, Erkin Osiyo radiosining berishicha 2013 yili avgustda Ramazon oyidan bir kun burun Aqsu viloyatining Uchturpan nahiyasidagi bir masjidda ilib berilgan Xitoyning atalmış amonlik tekshirishi asnosida Xitoy qo'lida qurolning sunuqimi yo'q Uyg'urlarga o'q chiqarib 3 nafar Uyg'urni etib o'ldirgan. 20 nafarini yaralandırgan. Yaralanganlar doktorxonaga davolanish uchun elib berilgan bo'lib, Uchturpan nahiyasi Ajatash yezilik doktorxonasining burunqi müdiri Tudaxun Nurahmat yaralanganlarning birini davolaganligi sababidan Xitoy uni 2013 yili tutqun qilib 8 yillik qamoq jazosi bergan.
Sağlam türmüge elip ketilgan Tudaxun börek kesiliga giriptar bolgan. Börek kesili ağırlaşqandan keyin türmüden qo'yib etilgan. 2022-yili 18-sentabr kuni vafot bolgan. İslam Həmkarlıq Təşkilatının qoş ölçəm qo'llanadigan 200-lik mohiyati yer sharining tinchligi va xotirjamlik uchun intayin xatarlik. The Parent Tor'ning 3-noyabrdagi xabarida İslam Həmkarlıq Təşkilatı Kashmirga ko'ngil bo'lishdan voz kechib, Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishi kerak. İslam Həmkarlıq Təşkilatı oldingi hafta bir axborot e'lon qilib, Jammu Kashmirni qonunsiz ishg'ol qilingan dedi. Jammu Kashmirning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqi ustida yordamlashganligini bildirdi. Yangi Dehlini 2019-yili 5-avgust kuni amaliyleştirilgan qonunsiz va bir taraflamlik harakatni to'xtatishga chaqirdi. Uningdan boshqa xalqaro jamiyatni Jammu Kashmirning masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining qaroriga uyg'un bir shaklda hal qilishga chaqirdi. Bu bayonot tashkilotning qo'sh o'lcham qo'llanadiganligini yana bir qatam o'tirg'a qo'ydi. Beyjingning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarini bostirish masalasiga nisbatan İslam Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo davlatlar sukut qildi. Hatto Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining diniy e'tiqodini cheklashi, majburiy emgakka selishi, tuhmat qilib etishi, organlarini sug'urib olib setishdek irqiy qirg'inchilikni qo'llab opirin o'qishdi. İslam Həmkarlıq Təşkilatı va uning a'zo davlatlar dunyo munbirida Amerika rahbarligidagi demokratik davlatlarning chaqiriqiga buzg'unchilik qildi. 1969-yili qurilgan 57 a'zo davlatdan tarkib topgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan qosila dunyodagi ikkinchi cho'ng hukumatlararo tashkilot bo'lgan İslam Həmkarlıq Təşkilatıning maxsus qilayotgan qiliqlari xalqaro majburiyatlarni ado qilishdagi qonunsizligini ko'rsatib, iqtidori va inovatiga ta'sir yetkazdi. Numussizlarcha qo'sh o'lcham qo'llanishi uning munofiq tashkilot ekanligini isbotladi. Hatto bu qitimqi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu munofiq tashkilotning a'zolarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni muzokara qilish harakatiga sharmandalarcha qarshi bilet tashlaganligi buning intayin nachar mohiyatini ko'rsatgan bo'lib, yer sharining tinchligi va xotirjamlik uchun intayin xatarlik. İslam Həmkarlıq Təşkilatı a'zolari yadroliq qimmat qarshini Xitoyga setayotgan tashkilotga aylandi. U Kashmir haqida siyosiy bayonot berishning o'rniga Xitoyning iqtisodining kuchayishiga erishib tutgan maydonini qaytadan o'ylashib, bu bayonotni haqiqiy ehtiyoji bo'lgan Uyg'urlarga berishi lozim deyildi. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.